Shahar va qishloqda yashayotgan 25 yoshdan oshgan fuqarolar, ayniqsa pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam oladiganlar diqqat bilan eshiting. Bugun men aytadigan ma'lumot sizning pulingiz keladimi yoki kelmaydimi? Qaysi oyda to'xtab qolishi mumkin? Qanday holatda qayta tekshiruvdan o'tishingiz kerak bo'ladi? Mana shularning barchasiga bevosita tegishli. Eng muhimi, endi hamma odamga pul avtomatik tarzda kelaveradi deb o'ylash xato. Ayrim pensionerlar pulini odatdagidek oladi. Ayrimlarda esa to'lov kechikishi, vaqtincha to'xtashi yoki hujjat talab qilinishi mumkin. Men buni vahima qilish uchun emas, siz tayyor bo'lishingiz uchun tushuntiryapman. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamlar puldan ayrilib bo'lgandan keyin eshitiladi. Men esa sizga oldindan sodda tilda kim nimaga e'tibor berishi kerakligini tushuntirib beraman. Oldin ko'pchilik pensionerlar uchun tartib oddiy edi. Pensiya tayinlangan, har oy ma'lum sanada bank kartaga tushgan yoki pochta orqali olib kelingan. Qishloqda yashaydigan ko'plab keksalar bir marta hujjat topshirganman, endi umrbod kelaveradi deb o'ylaydi. Shahar pensionerlar esa odatda bank kartasi orqali oladi va telefoniga SMS kelsa pul tushganini biladi. Lekin amaliyotda so'nggi yillarda davlat tizimlari elektronlashgani, ma'lumotlar bazalari bir-biriga ulanayotgani, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tekshiruvlar kuchayayotgani sababli vaziyat o'zgaryapti. Endi masala faqat pensiya yoshiga yetganmisiz degan savol bilan tugamaydi. Tizim sizning yashash joyingiz, ro'yxatda turishingiz, bank kartangiz faolmi yoki yo'qmi? Shaxsiy hujjatingiz muddati o'tmaganmi? Boshqa daromadlaringiz bormi? Bir vaqtning o'zida bir nechta to'lov olyapsizmi? Chet elda uzoq muddat bo'lib turibsizmi? Oilaviy holatingiz o'zgarganmi? Parvarish nafaqasi yoki nogironlik to'lovi bo'yicha shartlar saqlanib qolganmi? Mana shularni solishtira boshlaydi. Bu ayniqsa 75 yoshdan oshganlarga muhim. Chunki 75 yoshdan keyin odamlarning bir qismi pensiyaga yaqinlashadi. Bir qismi allaqachon pensiya oladi. Yana bir qismi turmush o'rtog'idan qolgan pensiya, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi, kam ta'minlangan oilaga yordam, uy-joy kommunal kompensatsiyasi yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarga murojaat qiladi. Demak, siz men hali rasmiy pensioner emasman desangiz ham bu ma'lumot sizga tegishli bo'lishi mumkin. Asosiy o'zgarish nimada? Men buni oddiy qilib aytaman. Endi pul faqat yoshga qarab emas, hujjat, ma'lumot va haqiqiy holat mos kelgan taqdirdagina uzluksiz keladi. Agar tizimda nomuvofiqlik chiqsa, pul darrov butunlay bekor qilinadi degani emas. Lekin to'lov vaqtincha ushlanishi, aniqlik kiritish so'ralishi yoki sizdan qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Men ko'p uchratadigan holat, pensioner opa yoki aka ro'yxatda bir joyda, amalda esa boshqa joyda yashaydi. Masalan, Toshkent shahrida ro'yxatda turadi, lekin Qashqadaryodagi qishloqda farzandining uyida yashayapti. Yoki aksincha, qishloqda ro'yxatda, lekin shaharda nabirasiga qarab turibdi. Oldin bunday holat ko'p e'tibor tortmasdi. Endi esa ayrim to'lovlar aynan yashash joyi, mahalla ma'lumotnomasi, oilaviy tarkib, ijtimoiy holat bilan bog'liq bo'lsa, nomuvofiqlik muammo tug'diradi. Misol keltiraman. 62 yoshli opa pensiyasini kartaga oladi. Pensiya o'z-o'zidan davom etadi. Lekin u qo'shimcha kam ta'minlanganlik yordami uchun ariza bergan. Mahalla tekshirganda opa ro'yxatda boshqa tumanda, amalda boshqa mahallada yashayotgani chiqadi. Natijada asosiy pensiya to'xtamasligi mumkin, ammo qo'shimcha yordam rad etilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Opa esa nega pul kelmadi deb hayron bo'ladi. Sabab shuki, pensiya va ijtimoiy yordam bir narsa emas. Ularning shartlari har xil. Yana bir misol. 78 yoshli erkak kishi hali pensiyaga chiqmagan, lekin nogironligi sababli nafaqa oladi. Uning ID kartasi yoki pasport ma'lumotlari yangilangan, lekin bankdagi ma'lumot eski hujjat bilan qolgan. Tizimda ism-sharif yoki hujjat raqami mos kelmasa, to'lov bankda ushlanib qolishi mumkin. Odam davlat pul bermadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo hujjat va bank ma'lumotining mos kelmaganida bo'ladi. Birinchi navbatda hujjati muddati o'tgan yoki yaqinda almashtirgan fuqarolar. Pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, turmush qurganingizdan yoki ajrashganingizdan keyin hujjatdagi ma'lumotlar yangilangan bo'lsa, bank va pensiya tizimida eski ma'lumot qolmaganiga ishonch hosil qiling. Ayniqsa ayollar orasida bu ko'p uchraydi. Nikohdan keyin familiya o'zgargan, pensiya hujjatida eski familiya, bank kartada yangi familiya.
bunday kichik ko'ringan farq pul tushishida muammo chiqarishi mumkin. Ikkinchi guruh bank kartasi muddati tugaganlar. Ko'pchilik pensioner kartasining orqa tomonidagi muddatga qaramaydi. Karta muddati tugagan bo'lsa, pul hisobga kelgan bo'lishi mumkin, lekin siz yecha olmaysiz yoki ayrim holatda qaydda rasmiylashtirish talab qilinadi. Masalan, 65 yoshli amaki har oy 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. Karta muddati may oyida tugagan, iyunda pul tushmagan deb o'ylaydi. Banka borsa, yangi karta ochish kerakligi aytiladi. Agar u vaqtida tekshirganida bir hafta oldin kartani yangilab muammosiz olardi. Uchinchi guruh chet elga ketgan yoki uzoq vaqt boshqa joyda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner bir necha oy chet elda davolanayotgan bo'lsa, farzandinikda yashayotgan bo'lsa yoki umuman doimiy yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, ayrim to'lovlarda qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Men bu yerda hammani bir xil qoida bilan qo'rqitmayman, lekin shuni bilish kerak. Pensioner hayotligi, yashash joyi va to'lovni shaxsan yoki vakil orqali olish tartibi muhim. Ayniqsa pochta orqali naqd oladiganlar uchun bu yanada sezilarli. 4-guruh bir nechta ijtimoiy to'lov oladiganlar. Masalan, kishi yoshga doir pensiya oladi. Qo'shimcha ravishda parvarish puli, kompensatsiya yoki uyda yolg'iz yashovchi keksalarga yordam oladi. Bunday to'lovlarning har biri alohida shartga ega. Asosiy pensiya kelsa ham qo'shimcha pul to'xtashi mumkin. Odam esa barchasini pensiyam kamaydi deb tushunadi. Aslida pensiya emas, qo'shimcha to'lov sharti o'zgargan bo'lishi mumkin. 5-guruh ish staji, arxiv hujjatlari yoki oldingi ish joyi bo'yicha muammo borlar. Pensiya miqdori hisoblanganda ish haqi, staj, badallar, ish davrlari hisobga olinadi. Agar keyinroq hujjatda xato aniqlansa yoki siz qo'shimcha stajni tasdiqlamoqchi bo'lsangiz, qayta hisoblash talab qilinadi. Qayta hisoblash pulni oshirishi ham mumkin. Ammo noto'g'ri kiritilgan ma'lumot bo'lsa, savollar tug'dirishi ham mumkin. Agar sizning pasport yoki ayda kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz muddati tugamagan bo'lsa, yashash joyingiz ro'yxat bilan mos bo'lsa, pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha ijtimoiy yordam bo'yicha shartlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, har oy SMS kelayotgan bo'lsa, unda katta xavotirga asos yo'q. Lekin xotirjam bo'lish beparvo bo'lish degani emas. Men har bir pensionerga kamida yiliga bir marta bank kartasi muddatini, hujjat ma'lumotlarini, pensiya miqdori bo'yicha ma'lumotnomani tekshirtirishni maslahat beraman. Masalan, 70 yoshli buva har oy pensiyasini kartaga oladi. Ro'yxatda ham, amalda ham o'z uyida yashaydi. Hujjati yangi, karta muddati yana 2 yil bor. Bunday odam odatda pul kelishida muammoga duch kelmaydi. Lekin agar telefon raqami o'zgarsa va bankka xabar qilinmasa, SMS kelmay qoladi. U esa pul tushmadi deb o'ylashi mumkin. Demak, muammo har doim davlat to'lovida emas, aloqa, bank yoki hujjatdagi mayda tafsilotda bo'lishi ham mumkin. Shaharda yashaydiganlar odatda bank, pensiya bo'limi, mahalla, davlat xizmatlari markaziga tezroq boradi. Ammo shahar pensionerlarida boshqa muammo bor. Ular ko'pincha farzandlari nomiga ishonchnoma beradi. Kartasini farzandiga topshiradi. O'zi esa hisob kitobni to'liq nazorat qilmaydi. Men ko'p bor aytaman. Karta sizniki bo'lsa, PIN kodni hech kimga aytmang. Farzandingizga ishonsangiz ham, pulingiz qachon tushgani, qancha yechilgani, qancha qolganini bilib turing. Chunki keyin pensiya kam tushibdi degan shikoyatlarning bir qismi aslida kartadan oldinroq yechib olingan pul bilan bog'liq bo'ladi. Qishloqda esa ko'proq masala masofa, internet, bankomat, transport va axborot yetishmasligi bilan bog'liq. Masalan, pensioner opa tuman markaziga borish uchun 40 kilometr yo'l yurishi kerak. Karta muddat tugaganini bilmaydi. Pul tushmagan deb 2 oy kutadi. Keyin borsa, muammo oddiy karta almashinuvida ekan. Shu sababli qishloqdagi keksalar yaqinlariga bir narsani topshirishi kerak. Oyga bir marta bank kartasi, telefon, SMS, hujjat muddati va to'lov holatini tekshirib bering. Bu yordam pulni olib qo'yish emas, nazorat qilish bo'lishi kerak. Bu gapni to'g'ri tushunish kerak. Bu hammaning pensiyasi bekor bo'ladi degani emas. Yo'q, qonuniy pensiya yoki nafaqaga haqli bo'lgan odam o'z pulini olishi kerak. Lekin pul kelishi uchun shartlar bajarilishi, ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi, hujjatlar joyida bo'lishi zarur. Agar odam ilgari olgan yordamga endi shart bo'yicha mos kelmasa, o'sha yordam kelmasligi mumkin. Misol uchun, yolg'iz yashovchi pensionerga qo'shimcha yordam berilgan. Keyin uning uyiga farzandi ro'yxatga o'tdi yoki amalda birga yashay boshladi. Shunda yolg'iz yashovchi maqomi qayta ko'rib chiqilishi mumkin.
yoki kam ta'minlangan oila sifatida yordam olgan uy xo'jaligida keyinchalik daromad oshgan, mashina olingan, rasmiy ish haqi paydo bo'lgan bo'lsa, yordam kamayishi yoki to'xtashi mumkin. Bu asosiy pensiyaga emas. Aynan ehtiyojga qarab beriladigan yordamga taalluqli. Yana bir nozik holat. Pensioner vafot etgandan keyin uning kartasiga pul tushishda davom etgan bo'lsa, qarindoshlar bu pulni ishlatmasligi kerak. Tizim keyin buni aniqlaydi va ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talab qilinishi mumkin. Ba'zan oilalar baribir u odamning puli edi deb o'ylaydi. Lekin qonuniy jihatdan vafot sanasidan keyingi to'lovlar, meros, dafn puli, oxirgi oy pensiyasi kabi masalalar alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol tegishli idoraga murojaat qilish kerak. Birinchi nozik jihat, pensiya to'xtadi degani har doim bekor qilindi degani emas. Ba'zan to'lov aniqlashtirishgacha ushlanadi. Siz hujjat topshirasiz, ma'lumot yangilanadi, keyin to'lov tiklanadi. Ayrim hollarda o'tgan oylar uchun ham qayta hisoblab berilishi mumkin. Shuning uchun birinchi oy pul kelmasa, tamom, hammasi ketdi deb vahima qilma, lekin kutib ham o'tirma. Birinchi haftadayoq sababini aniqlang. Ikkinchi nozik jihat. Telefon orqali aytilgan gap bilan rasmiy javob boshqa narsa. Mahalladagi tanishingiz, qo'shningiz yoki bankdagi navbatchi xodim sizga tushmaydi ekan deb aytsa. Bu yakuniy qaror emas. Siz rasmiy tashkilotdan yozma yoki elektron javob olishga harakat qiling. Chunki keyin shikoyat qilmoqchi bo'lsangiz, og'zaki gap isbot bo'lmaydi. Uchinchi nozik jihat, ishonchnoma bilan pul olish. Keksalar orasida sog'ligi sababli bankka bora olmaydiganlar bor. Bunday holatda ishonchnoma rasmiy bo'lishi kerak. Oddiy o'g'lim olib keladi degan gap yetarli emas. Bank yoki pochta pulni berishi uchun qonuniy vakolat talab qilishi mumkin. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa pul berilmay qoladi. To'rtinchi nozik jihat, nogironlik bo'yicha to'lovlarda qayta ko'rik. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz, ayrimlari esa ma'lum muddatga belgilanadi. Muddat tugasa qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar odam bu sanani o'tkazib yuborsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin qayta rasmiylashtirishga vaqt ketadi. Shuning uchun nogironlik guvohnomasi yoki ma'lumotnomasidagi muddatni albatta tekshiring. 5-nozik jihat, ariza bermasangiz ayrim imkoniyatlardan foydalana olmaysiz. Davlat ayrim qayta hisoblashlarni avtomatik qilishi mumkin, lekin hamma narsa avtomatik emas. Masalan, sizda qo'shimcha ish staji hujjati topildi. Arxivdan ma'lumot oldingiz yoki farzand parvarishi, harbiy xizmat, zararli mehnat sharoiti kabi davrlarni qo'shish kerak bo'lsa, ko'pincha murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. O'zlari bilib qo'shadi deb kutish pul yo'qotishga olib keladi. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, JSSHIR raqamingiz, ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz to'g'ri yozilganini ko'ring. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, bankdagi ma'lumot ham yangilanganmi? Pensiya bo'limida eski ma'lumot qolmaganmi? Shuni aniqlang. Buning uchun bank filialiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati. SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? Karta bloklanmaganmi? Qarzdorlik yoki boshqa cheklov yo'qmi? Shularni aniqlang. Bankomatdan balans tekshirishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar shubha bo'lsa, bank xodimidan hisobvaraq bo'yicha ma'lumot so'rang. 3-qadam, pensiya yoki nafaqa bo'yicha ma'lumotnoma oling. Siz qancha pensiya olishingiz kerak? Qaysi asosda hisoblangan? Qo'shimcha to'lov bormi? Ushlab qolish bormi? Bularni bilib oling. Agar oy miqdor o'zgarayotgan bo'lsa, sababini so'rang. Ba'zan qarzdorlik, aliment, kredit bo'yicha sud qarori yoki ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish sabab ushlab qolish bo'lishi mumkin. Buni bilmasangiz, pensiyamni kesishyapti deb noto'g'ri tushunasiz. 4-qadam, mahalladagi ma'lumotlaringizni aniqlang. Ayniqsa ijtimoiy yordam, kompensatsiya, kam ta'minlanganlik, yolg'iz yashovchi keksalar bo'yicha to'lov olsangiz, oilaviy tarkib, yashash manzili, daromad holati to'g'ri ko'rsatilganmi? Shuni tekshiring. Agar oilada kimdir ishga kirgan bo'lsa, kimdir ro'yxatdan chiqqan yoki kirgan bo'lsa, bu yordamga ta'sir qilishi mumkin. 5-qadam, sog'liq va nogironlik hujjatlarini tartibga keltiring. Agar nogironlik muddati bor bo'lsa, tugash sanasidan kamida 1-2 oy oldin tayyorgarlik ko'ring. Poliklinika, tibbiy hujjatlar, tahlillar, shifokor xulosalarini oldindan yig'ing. Oxirgi haftada yugurib qolmang,
Chunki bitta yetishmagan hujjat to'lovini kechiktirishi mumkin. 6-qadam, agar pul kelmasa, aniq tartibda harakat qiling. Avval bankdan pul tushgan, tushmaganini so'rang. Agar bank tushmagan desa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy organ bilan bog'laning. Agar ular jo'natilgan desa, demak muammo bank tomonida bo'lishi mumkin. Har bir javobni yozib oling. Qaysi kuni kim bilan gaplashdingiz, nima dedi? Iloji bo'lsa yozma ariza qoldiring. 7-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Pulim kelmadi, yordam bering deb umumiy yozmang. Shunday yozing. Men falonchi, jasashir raqamim falon. Falon turdagi pensiya yoki nafaqani olaman. Falon oy uchun to'lov bank kartamga kelmadi. To'lov amalga oshirilgan yoki oshirilmagani sababini. Agar to'xtatilgan bo'lsa, huquqiy asosini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday ariza sizga aniq javob olish imkonini beradi. 8-qadam, hujjatlarni papkaga joylang. Pensionerning uyida alohida papka bo'lishi kerak. Unda pasport yoki ID nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, nikoh yoki vafot guvohnomasi nusxalari, nogironlik hujjatlari, arxiv ma'lumotlari, ish staji hujjatlari. Mahalla ma'lumotnomalari, oldingi arizalar va javoblar bo'lsin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin muammo chiqqanda aynan shu papka sizni haftalab yugurishdan qutqaradi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangiz oshadi, kartangiz raqamini ayting. Pul kelishi uchun kodni ayting. Yangi yordamga ulab beraman degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Bank kartaning PIN kodi, SMS kodi, mobil ilova, paroli hech kimga aytilmaydi. Haqiqiy davlat xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Ayniqsa 55 yoshdan oshganlar firibgarlar uchun nishon bo'lib qolmoqda. Chunki ular ko'pincha rasmiy tartibni bilmaydi va ishonuvchan bo'ladi. 10-qadam. Farzandlar bilan ochiq gaplashing. Agar siz keksa ota-onangizga yordam berayotgan bo'lsangiz, ularning pulini nazorat qilish bahonasida butunlay o'zingiz boshqarmang. Har oy qancha tushdi, qancha yechildi, nimalarga sarflandi, ota-onangiz bilsin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, kartangizni boshqalarga topshirishga majbur bo'lsangiz ham hisob-kitobni tekshirib turing. Bugungi asosiy gap shuki, 55 yoshdan oshgan shahar va qishloq fuqarolari uchun pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tartiblar tobora aniqroq tekshirilmoqda. Pul hammaga avtomatik kelaveradigan tushuncha endi xavfli. Qonuniy haqqingiz bo'lsa, uni olishingiz kerak. Lekin hujjat, bank kartasi, yashash joyi, ijtimoiy maqom va arizalar to'g'ri bo'lishi shart. Men sizga tavsiyamni yana bir bor aytaman. Bugunoq hujjatingizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni, mahalladagi ma'lumotingizni va pensiya miqdoringizni tekshiring. Pul kelmay qolsa, kutmang, darhol sababini yozma ravishda aniqlang. Sizning hududingizda pensiya yoki nafaqa kechikayotgan holatlar bormi? Pul kartaga vaqtida tushyaptimi yoki muammo bo'lyaptimi? Izohlarda yozing, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga, ayniqsa 55 yoshdan oshgan ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingizga bu ma'lumotni yetkazing. Bu birgina tekshiruv ularning bir necha oylik pulini saqlab qolishi mumkin.